Oldin ota-bobolarimizni bitta xotini bo'lgan, 16 ta bolasi bo'lgan. Hozir 3 ta xotini bor, 2 ta bolasi bor. Buni ham bittasiga aliment to'lamay qochib yuribdi. Qizlar kamayib ketibdi. Meni dadam mahallaning oqsoqoli. Dadam aytayaptilar, 26 yoshdan oshgan bolalarga hech kim qizini bermayapti ekan hozir. Bolalar o'tirib qolyapti ekan. Ha, yigitlar ham o'tiradigan payt kelibdi-ku. Qizlar esa, qizlar. Shetdamisizlar? Davrlaring keldi qizlar. Endi shoshilmanglar, xo'pmi qizlar? Bemalol o'qishlarni bitirib, diplomlarni olib, o'zlaringdan 10 yosh kichkina dadasi o'tmagan bolalarga tegib olasizlar, xo'pmi? Endi qizlarimizning davri keldi. Ayib o'zimizda, o'g'il